bunaqa deyaptimi aka? Chunki biz Samarqanddaman. Samacho injabiyo. Chiga aka. Samarqand qayerdan bilasan? Qayerdan aka? Yo 30 nomeridan yoki Damasga qo'yilgan mana bu diskadan bilasan. Samarqand Luboy Damasda xuddi mana shu diska turadi. Bu diskaning nomi ham Samarqand diska. Samarqandliklar boydi. Green karta so'zi ham Samarqand so'zidan olingan. Tramp surishtirsangiz tegi Samarqandlik ekan. O Samarqandlik bo'lgan, green kartani Amerikaga ko'tarib ketgan. Amerikadagi Luboy bitta Joseph degan boyvuchchadan so'rasang ham tegi Samarqandlik bo'lib chiqadi. Amerikada trak haydaydiganlar bor. Ular ham Samarqandlik. Nech bu? $4. Samarqandliklar so'mda gaplashmay qo'yibdi-yu, ha? Bu qanaqa ko'cha aka? Bu Samarqandlik bolalar kechgacha soqqani bosib, kechqurun kelib takoy stolchalar qo'yib, kofeni olib, azartini chiqaradigan dastoyniy bolalarning ko'chasi bulvar ko'cha bo'ladi. Samarqandlik bolalar dastoyniy bolalar ekan-da. Kanishni. O, men kuyov bola bo'lib qoldimmi? Samarqandda aylanaman shekilli. O Samarqandning qizlari shunaqa chiroyli bo'ladi. Ancha-muncha bolani prezident qilmaydi. Ikki Samarqandda ikki xil chiroyli qizlar bor. Bittasi tabiiy chiroyli qizlar, ikkinchisi green kartasi bor chiroyli qizlar. O, green kartasi bor chiroyliroq ekan. Samarqandga kelib, Registonda rasmga tushmasangiz, Samarqandga kelmagan hisoblanasiz. Samarqand sayqali ro'yi zaminas. Nima degani u? O'zbekiston poytaxti Toshkent, dunyoning poytaxti Samarqandmi, aka? O Samarqandlar hozir butun dunyoga milliy qadriyatlarimizni targ'ib qilyapti. Mana shu video 20 million prosmotr bo'lsa kerak. Nega unaqa do'st? Chunki Samarqandliklarning aktivini butun dunyo his qiladi.